بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وأما ما اختلفوا فيه مما هو منطوق به فالحجامة والقيء همده حديث كاغن مسلادن ixtiloflashganlari, ya'ni ro'za tutishga munosabatlik, ro'zani qanday nasib buzutdi, shu munosabatlik masalalardan hadis kelgan masala hijama bilan hijama qon oldirish deydi. Amma al-hijamatu fa inna fiha thalathatu madahib. Hijama unda qon oldirish deganimizda arablarning tibobat sohasida ma'lum kasallikni davolaydigan qon oldirish usuli, muayyan usullar. Undan qon oldirish emas. Lekin hozir birisi qon vermoqchi bo'lsa, qon yordam bermoqchi bo'ldi, masalan, doktorxona, operatsiyaga tushgan tuqqanlarga. Bu jiqraq qon oldirsak, bu shu o'xshashim. Masalan, 300 gram atrofida qon olish mumkin. Operatsiyaga qon bermoqchi bo'lsa. Hijama kerakda. Shu hozir hijamaga o'xshab qoldi. Chunki hijamada ma'lum miqdorda qon olyapti. Buni ma'lum miqdorda badandan qon olyapti. Qawmun qalu innaha tuftir. Ba'zi olimlar bu ro'zani buzutdi deb qaradi. وأن الإمساك عنها واجب. حجامة قلدو مسكراك يعني روزنا سقلب قلشون حجامة قلدوس بومايد قنال دروس بومايد هذا قرآن. وبه قال أحمد وداود والأوزاعي وإسحاق بن راهوي بلا حجامة روزنا بزوت هذا قرآن. وقوم قالوا إنها مكروهة للصائم وليست تفطر. يعني بو مكروه لكن روز بزوت مايدو. وبه قال مالك والشافعي والثوري. وقوم قالوا إنها غير مكروهة ولا مفطرة. مكروه ما مس روزن بزوتلغا ما مس هيش ممايد هذا قنال دوسا جدي رمضان دا جدي مثلا بريدان دكتور خانسında operatsiya qilishildi qon lozim bo'lsa qon nurish bo'lib qoldi masalan bular hijamaga o'xshaydi deb qarasak 200 gram qon oldi 300 gram qon olgan bo'lsa buni ro'zi buzib ketmadi deydi ekanmiz oxir qarash Shuni qarashdan mumkin majbur bo'lmasmi asli yana buzilmaydi deb qaraykan majbur bo'lsin bo'lmasin hozir hijama emasmi hijama lekin uni qon oldirsan uni o'xshatdik biz hijamadan da normal ro'za tutgan kishi yo sal kucham eg'ilishib qolyotdi magajamdan bir qon oldirutay deb qon oldirgan kishidan qashq berib qon oldirut masalan mayli makruh emas ro'zam buzmay hech qanday chatoq yo'q joiz mubah ishni qilgan bo'ldi tarasun deganda kishi debdi Jigamiz ba'zi ixtilofli masalada boshda ma'lum bir lazzatdan keyin yo bir olmaga qarshi o'tirib qo'yib, aman keyin masalan ba'dhum yaqul deydi. Yo'q, mana o'xshash maqomim qoldi deb aytgan. Shularga qarashtirib zodi aniq bir ixtiyor qilish bo'lamdi yoki tanlashqa. Buningki biz o'quvchi bo'lishimiz bilan hozir dalilni qancha selishtirish iqtidor bo'lgandan keyin bidayatul mujtahidman. Ya'ni mujtahid bo'lish yo'li qarab ma'lumotlar. Mana dalilni selishtirmaymiz. Hozir mush kitob qildigan shu dalilni kelib, selishtirdi. Selishtirgandan keyin birisining kuchli chiqadi. Favqulodda kuchli chiqgan ahvolda, masalan, dalil nas kelib qoldi, hadis kelib qoldi, uning dalolatı shu aniq. Bunday chog'da ashuna olmasak bo'lmaydi. Bunda ishkilingda ehtimollik tanglashib qolgan ahvolda biz jalliqroq deb qaraganni ko'nglimiz xotirjam bo'lgan olamiz. Lekin yana bir xil qarash, uningga amal qilsak bo'lardi. Fatvo berganda uning fatvo bersak Mana o'xshash qonun qol deb chilayverdi. Bundan yoki aniq dalillarni, naslarni keltirmadi. Endi keltirdi. Demak, Imom Abu Hanifa chataq yo'q debdi. Endi qavmun qalu deb oxirida o'sha qavmning falan ekanligini kimligini deb qo'yadi. Imom Abu Hanifa va uning shogirdlari Hanifi mazhabining qarshi ekan. Endi Hanifi mazhabda mundalim deb qo'ymaydi. Agar qon oldirish favqulodda bu odamni ajratadigan bo'lsa, masalan, birisi qon olsak 300 gram qon oldi. Onu beşimiz qo'yib muammoya kechgacha iftorga baklam olsin ketgan bo'lsak, bu chaqda makruh. Nima uchun makruh? Asli makruh emas. Nima uchun desa, bu taat ibodat bo'lgan ekan. Keyin voyjon, voy beshim og'riyotdi unda deb detaytib, keyin bu ro'za tutgandek bunda bir ibodat, ro'za tutishdan bir zirkandek yoki ig'i kelgandek bunda ifoda chiqqan bo'lsa deb o'zingizni bu holga tushirib qo'ymang, tushirib qo'yishingiz makruh deydi. Lekin unda bo'lmasa, bardash qiladigan bo'lsa, joiz, hech qanday chatoq yo'q. Ro'zani buzmaydi, ham gunohkor bo'lmaydi, chatoq yo'q. Bu intayin mana qulay, kengchilik va mazhab. Va sabab ixtilafim ta'arudul athar al-waridat fi dalik. Endi unda bo'lsa biz qani olamiz degan yerga to'xtaldik hozir. Qaysi qarashni olsa qildi desak, dalilini bir to'kab boqaylik.
Hadislar bu yerda bir-biriga sal zid kelib qoldi deydi. Asar bir-biriga zid keldi. Ve zalika ennehu varada fi zalika hadithan. Bu ixtilof nereden keldi desa, bu haqda ikki hadis kelgan. أحدهما ما روي من طريق ثوبان ومن طريق رافع بن خديج رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. Demek madiste roz tutgan adam kan aldırıptır, ama yani hacamat arkalık dedik buna. Davalanish uchun yoki sal yig'ili qisib qoldi, uchsa og'irdi, ya bo'yni qetib oldi masalan. Biraz kan aldırıp etse bu yengillab saqaytdi. Bu bir xil davalanish usuli. Demek bunda kan aldırgan bo'lsa roz tutgan kishi. Roz tutgan kishimi buzilib ketdi, ig'zashgan bo'ldi. Hatta o kan ep qo'ygan doktormi, uningmi ro'zisi buzildi degan. Umar g'izilchilikka mul o'xshash. Biroq neychilik bir narsada shu. Endi sumirib oldim. Bu qon resursi sumirishda iborat. Endi og'zi chirish mumkin, chemasligi mumkin. Yoki bu xuddi ro'za tutgan kishini ochqizishga sabab bo'lgandek bir xil jazo tariqasida. Masalan, ehromdagi odamni, ya'ni bir ehromdagi odam chechim tushirsa, ichkilik jazolardan birisiga fidya kim qildi? Bu muxlafiy masala. Ichkilik tushishi mumkin. Ko'z qo'ymalar o'g'ni degandek. Onu ko'rsatganga degandek masalan. Demak, bu odamda ya'ni qon olib qo'ygan kishining o'zi buzib ketishining sababi balki shundayroq bir sabab bor, ya'ni ya jazo tariqasida yoki sen birisini ro'zini buzib o'tgan hisobda deb qaragan bo'lish kerak. Ve hadis Thawban hada kanu sahihu Ahmad. İmam Ahmad bu hadisni sahih deb qaraydi ekan. İmam Ahmad hadis alimlarining kattalarining biri. Sahih desa sahih bo'lgan, sahih emas desa sahih emas bo'lgan. Degan hadis alimlari ixtiloflashib qolsa, cho'ng alimdan bir qancha sahih deb, bir qancha sahih emas desa, unda muxtalafun fi bo'ldi. Vel hadis thani hadis Ikrima an ibn Abbas radhiyallohu anhuma enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihtajama ve huve saim. Rasulullah ro'za tutgan holatida qon oldigan edi. Bu kim rivoyat qilgan bu hadisni? Buxoriy. Sahih Buxoriymi? Va hadis ibn Abbas hada sahihun. Ma'noda sahihlikda ixtilof yo'q demakchi. Ha, burun hadisni Imom Ahmad sahih deb qaradi, lekin boshqa sahih emas deganlar bor demakchi. فذهب العلماء في هذين الحديثين ثلاثة مذاهب. Demek muş ikki hadis aldığımızda bağımdı. Biz muş ikki hadis qartamdı. Qaysi hükümni tanlaylar deganda shu usulni qo'llandik. Ahaduha mazhab tarjih. Birini olib birini qo'yamiz. Masalan, sahihni olamiz, ma muxtalifun firak, sahihlikni muxtalifun qo'yib qo'ylar degandek. Va thani mazhab al-jam'. Ikkinchisi mana mandaroq mazmunni tushunayli, mana mandaroq mazmunni tushunayli deb ikkin tang amal qilib mangash. Va thalisu mazhab al-isqat. Uchinchisi bu bir-biriga zid kelib qolgan dalil bo'lgan ekan, ikkalasi tushib ketadi. Dalilan idza ta'arada tasaqata. İkisi tushunadi. Tushib ketadi deydi. Chunki bir-biriga zidlashdi hozir bu. Bir-biriga zidlashgan ekan, ma'ni alay desa, buni alay deyishga loyiq, bunda ortiq bir nima yo'q. Endi ma'ni alay desa, buning bir ortiq bir kuchlik yo'q. Undan ekan ikkalasiga amal qilamiz, ya'ni ikkalasini biz deb qarab qo'yib hozir. Asli hukm nima edi? Shu bo'yicha amal qilmaymiz deydi. İstirop planlamış işledisinde. Yo'q, itiraf bo'lmaydi. Bu itiraf bo'lgani masalan bir hadis, birisi unda, birisi bunda, ya'ni biz rivoyatda bunda deb necha xil kelsa, bu itiraf emas. Hozir bu ikki hadis. Balki bu birisi burun degan bo'lishi mumkin, ikkinchisi keyingi hukm bo'lishi mumkin, jiq ehtimollik bor. Demak, hozir ikkalasi Imom Ahmadning nazarida sahih hadis. Boshqalar birisi sahih desa, birisini sahih emasroq deb qaraganlar. Demek isqatul adillah hada. Dalilni hammani yo'q chiqarib o'tamiz. Va ruju' ila al-bara'atul asliya. Andan aslida hukm nima edi? Bir narsa vojib emaslik, buzilmaslik degandek, ha? Shuning qaytimiz edi. Idza lam yu'lam an-nas min al-mansukh. Qaysi narsa xos mansukhligini bilmagan, tarixiy aniq bo'lmagan ekan, ikkilasini amaldan qoldiramiz dedi. Faman zahaba madhhab at-tarjih qala bi hadith Thawban. Tercih qilganlar Tavbaning hadisini oldi deydi. Ya'ni Buxoriyga hadisini qo'yib qo'yib, Tavbaning hadisini oldi, tercih qilganlar. Nima uchun? Vadalika nada mujibun hukman. Tavbaningki ro'zangizni buzutdi, ya'ni bir kun qazo qilasiz degandek bir hukmni isbotlovchi deydi. Va hadis ibn Abbas rafi'u. Bu hukmni yo'qotdi deydi. Wal mujibu murajjahun inda kathir min al-ulama ala ar-rafi'.
ko'pincha olimning qarashida yangi bir hukmni vojib qilgan narsa hadis yoki dalil hukmni ko'taradigan dalildan bakrak jalliq deb qaraldi. لأن الحكم إذا ثبت بطريق يوجب العمل لم يرتفع إلا بطريق يوجب العمل برفعه. Çünkü amel qilish vojib bo'lgan holat sahih yo'l bilan isbotlansa bir hukm, uni ko'tarib o'tilganga yana bir sahih yo'l bilan isbotlangan hukm bo'lishi kerak deydi. Masalan, shu aftar hajman mahkum isbotlandi deydi bu. Qarashi sahih. Endi buning uchun sahih bir hadis kelib buni ko'tarish kerak deydi. Ya adamda bu ikkinchisini unda ko'tarolmaydi deb qaraydi. Hozir chiqdi. Va hadis Savban qad wajaba al-amal bihi. Aftar al-hajim wal-mahdud degan biz amal qilib ketdik hozir. Başladik amal qilish. Endi buni hadis ibn Abbas ko'tara olamdi. Yahtamilu an yakuna nasikhan. Balki ko'tarishi mumkin. Ehtimollik bor. Va yahtamilu an yakuna mansukhan. Balki bu taqa undan ilgariki mansukh bo'lib ketib hukm bo'lishi mumkin deydi. Endi bunda desa, hozirgi mushunning mantiqi bo'yicha shundan ta'ti o'rsakmi, ya'ni buni qarta alayhida dalil olib qoldi. Yani Ibn Abbasning hadisi bilan amal qilish vojib bo'ldi. Andan bu aftar hajman mahkum balki nasib bo'lishi mumkin, nasib bo'lishi mumkin. Lekin Ibn Abbasning hadisi bara asliya bilan tixmi jallanib ketdi. Bara asliya bu mustahkam narsa. Al asl bara'atu zimma. Bo'lmaslar. Davomkin uningga qatib masayid bizlashgandan keyin baraat bilan bu ikkisi bir yerdan chiqdi. Bu chaqda bu kuchli bo'lib ketadi. Uning ustiga ma'noda saylikda ixtilof yo'q. Va zalika shakkun. Demak bu nasx bo'lishi mumkin, mansx bo'lishi bu shak bor, ehtimollik bor. Va shak la yujba amalan va la yarfa'u al-ilm al-mujiba lil-amal. Demak bu shak bir amalni vojib qilib qo'ymaydi, bir amalni vojib qilgan yangi bir xabarni ko'tarib o'tmaydi. Buni dal o'zini biz ashuluga qaytursak, o'xshash وهذا على طريقة من لا يرى الشك مؤثرا في العلم. Bu yani şek qasımı o bizning burunqi isbotlangan, shu bizga yetgan xabarga ta'sir etmaydi deb qaraganning yo'li deydi, usuli. Demak, menga qarashim ojiz bu. Saylikida ixtilof yo'q hadisni qo'yib, saylikida ixtilof hadisini eslab oldim hozir. Ondan bu taqa bara'atul asliyaga ittifoq kelgan hadisni qo'yib qo'ydim. ومن رام الجمع جملشترili deb baqqalla. İkkalasi teng amal qilsa, bu hadisning bir ikkalasi sayyi tusa, birisini qo'yib birisini amal qilsa qanday bo'lar? İkkalasi teng amal qilya deganlar hamala hadithan nahy al-karahiyya. Aftar al-hajim al-mahjum degan xuddi makruhlikqa va hadis al-ihtijam ala raf al-hadr. Rasulullohning qon oldiganlik hadisi, Ibn Abbasning hadisi bu cheklimining ko'tarilib ketganligiga olib tushunibdi. Bunda jamlashma ta'sim. Bu xuddi nima desa, qanday usul desa, ayolgina assalomu alaykum, sen bir qadam o'tirib kel, sen bir qadam o'tirib kel deb o'tirda biznes. Yani bizsa qara, bizsa aqazir. Shunmi? Ya qarnamudiq, ya aqnamudiq. O'tir yaqinlashib kuldiran qilib buni aralashtirib. Qarbiloqni aralashtirib kuldiran chiqamda, kuldiran hukmini oldik. Amaliyotda bu mu toza muvofiq emas. Bu uchinchi boshqa bir balki din ko'rsatmagan nimadan biz chiqib qolish mumkin. Yangi bir nimadancha hozir bu mazhablar odatda endi changlashtirsa endi hukm chiqirdi. Biz harom degan bo'lsa, biz vojib degan bo'lsa, o'tirga iqtiblam ya mustafiya joiz deb qo'ydik. Ma hadisin nahiy degani shu aftar al-hajim wal-mahjum shu. Ha, demak bu sen ro'zqal holatda sen qon oldima degan bir cheklim bor demakchi. Amaliyotda unda cheklim bo'lmasmi, ro'zq buzib ketdi desam. Shuni jami qilish menda masalalarda toza obdan chiqmaydi. Hamda va man asqatahuma lit-ta'arud qala bi ibahati al-ihtijam lis-saim. Bu bir-biriga zid keldi, ikkilisidan zikkaganki ya unga amal qilolmaydi, ya bunga amal qilolmaydi. Ikkilisini cho'rib tashlab, biz shu asli mubah nima bu? Shuni olamiz degan edi. Bu ikkili hadisda sahih ya sahih birsi sahih yaqin holat ikkilisini cho'ribsa, bu muqamlashmoqmiz. Buxoriy sahih hadis tutsan qanday cho'rib olasizmi? Hech bo'lmasa ikkilisini birsiga amal qil. Shunami? İşkili seyirisi çöğürtüp, uzağın kallandın, ya bara asliye eslasan bu mu çatak? O işkilisini düşürüyorsun, acımken düşürüyorsun, yani ibahe tarafki basın, yana hükümet cihetinin ihtecama ve sayın diyen hadiske yakın bulundu. Ya adira şuna yakın buldu. Yani bu delilden anmay bunu. İbn Abbas'tan o hadisinden anmay bu. Mubah diyen karışına. Hadisinden bütün yok hesapta sana. Asli bu bara animette. O da Allah Teala yemek içmek cima'ni qilmanglar dedi o. Bundan keyin ma qanalish va kaza taras sundirish bu odatda keng qo'yib berilgan narsa. Shu odat keng qo'yib berilgan kengchilik sohasidagi ish bu. Ya'ni hech qanday bir narsa shaklimi kelmagan holatda asli hukmni olamiz deb asliga tayangan.
Ramazan qadam çeşin aldısı buldu bulmadığınca ne hekemegende. Ne hekemegende asli hech qanday cheklim yo'q. Shu asos. Bu yerda ham bizning tarjih qilish kerak bo'lib qolsa, Ibn Abbosning hadisini Buxoriy bo'lgan ekan. Sahihlikda hech kim uningga g'adabidan qilmagan ekan. Bu hadisni ching tutib amal qilaversak, bu jalliqroq. Ya'ni bayoatul asliya bilan birga ikkisi birlashib, beklam kuchayib ketadi mana. İşkili hadisini çoğurvetish, yo'q uni jamlab bunda o'ttirga akilib bir xil binosi chiqarib nima qilish, boshqa uchinchi bir hukmni chiqaribchi. Bu hadismi kelmagan, bu hadismi kelmagan. İşkili hadisni jamladik degani bilan ishkili hadisga amal qilmading siz. Ya uni amal qilmading, yo buni amal qil. O'ttirdan boshqa bir hukmni chiqib, shuni amal qilasiz. O'sha Abu Hanifaning mush qarashini olsak, hadisni Sahih Buxoriydan eng sahih deb qaralgan hadisga amal qildi. Bo'ldi. Hem bunun kengchilik var, kolaylık ama davamlaydigan rüzg qalatdi. Qanuraydigan qanuralaydi. Eğer hamda bu Buxoriy kelgan bu hadis hozir diljatdan o'rin olmish qolgan bo'lsa-da, Abu Hanifa va Sayyidda ixtiloflashib qolgan hadisni ching tutgan bo'lsa, ya bira asliyani olgan bo'lsa, voy bu Sayyidga asosan o'zining ra'yi bo'yicha Sayyidni tashlab manda qilyapti deb eslatdi uni. Endi ma Sayyidda muxtalafun fi bo'lgan hadisni eslag'an. Buxoriyda Sayyidga hech qanday ixtilof yo'q. Seydis kelse bunu taşıtlap koyapsan ma muhtelifin fiini ilavaldan da bunda etiraz kıl. Hazır bana küçük orunda tuğan iken bula uyantat. İza sahhal hadis fehu mezhebi diyen kaide boyunca bana muşuna tercih kılımız. Ve emmel qay'u fe inne cumhurel fuqaha ala enne men zera'al qay'u feleyse bimuftirin. Kayan yanduruş köpçülük fuqahala yandırışa mecburen de ixtiyorliksiz yandırıp qalgan bu. Zaral qaydiga ixtiyorliksiz yandırıp qalgan. Qaydigan o'zikidan da kiladigan narsa. Ba'zida o'z ixtiyorlik bilanmi kaniga qo'lini tiqib yandırıtılış var. Bunda qilmagan, yani o'zlikidan kelib qolgan qay bu ro'zni buzib etmaydi deb qaradi ko'pchilik olimlar. Illa Rabi'a fa innahu qala innahu muftir. Rabi'a degan olimlar bu ro'zni buzib etdi. Rabia kimde? Bilatimizden 5'e qatnaşqanlar. Rabia nima chiqib keyin qaytib kelib, bunun vaqasi Rabia İmam Malikning ustozi. Rabiatur Ra'i deb atalgan. İmam Malikning ustozi, katta olimdan Madinada yashagan. Lekin to'la Ra'i bilan ba'zi qarashlarni o'tirib qo'yganlikda Rabiatur Ra'i deb manda atalgan. Ya'ni İmam Abu Hanifaning madrasa Ra'i deb atilishligiga Madinada botib bu madrasa Ra'i. İmam Malikning ustozi. Bunun vaqasiga tarjimalarda dadisi bu Rabia anasının qo'sqidagi chaqda uning dadisi jihad chiqdi ekan. Shu O'rta Osiyo, O'zbekiston shu joylar fath qilinayotgan vaqt bo'lgandi. Chiqib saq 25 yil atrofida jihad bilan bo'lib 25 yildan keyin qaytib kelib endi o jihad qatnashib undan musofirliklar qadam sal nimarak bo'ldimdi. Tabiiy qo'polroq qurollarni mo'risga atgan shu etini mingan holat kilplam o'zining o'yisidan olib to'xtaydi ekan bu. To'xtab jangni teplam atilan chir ekan. O'zining o'ylasa jangni teplam o'ychirib atilan atni bog'labni qilsa yosh baldim birsi yugurib bizning uyga bosib sira nima deding sana deb uni kaniydi ekan. Chiqib ekan. Chiqib bu buning uyani. Axir shu hadiki cho'nglar keldigan shu mal. Kelib nurgan ekan. Bu mening uyam. O'zimning uyga chidim, nima ruxsat olib chiqdim menga. Bu qo'yib sen bizning uyimizga besib chiqdi. Yani kim bu yaş bola shu Rabia ekan. Endi uyda onasi bor ekan. U nima qilib akaga adamlarga jamoat kerak ekan. Men 25 yil ilgari jihatga chiqib ketgan. Ammo shu o'ylam shu. Ismi falani. Uyimga chiqdi. Yani ki uydagi onasi anlab, voy bo'ldi bu dadamiz shu ekan deb tunib chiqdigan so'ngra bu jamoat taqar ekan. Demak shu bola tug'ilib 25 yoshlarda chiqibdi Rabia. Endi Keçtemde aramalab yo'yda mongdishib bu nima dedi ekan. Xotin sizga shu 30 ming tillarni amanat qo'yib ketganman. Yani pullarsam shay qaytib keldi, pul xizmat bo'lmaydi. Amanat e'lonlar ekan. Bu jihaz chiqishilgira 30 ming tillar saqlab qo'yinglar deb beribdi ekan. Yani ayol qopab undan. Aramaslar. Mesela deb ata adiqlar chiqqandan bir ay. Diyende jünüp kiyinip pul dese, çıkımda bir şahane aylinip Resulullah'ın mescidi verip salam kılıp bir namaz okup kilanlar, ondan sonra hep bir ay. O çağın keşikmeymedik. Sonra bu berip Resulullah'ın kavrisi verip ziyaret kılıp ondan sonra namaz okup mescidi bir halk görürken. İlim halk tutamıyor. Yani kilip bunda otururken.
Oturamamda o sorunike sizlatkan çoğun alimı tikilip karabını kılamamda kılıp otururken. Dağınıken bu alimden bir sözlerken başkalar ilim aldıkken hiskedimden sorarken. Bu sorunun alime şeyhi kim, bu sorundaki damıllam kim degenken bu Rabia'nın sorunu bu. Yani özünün balısı. Sonra bu da çözüp falan karasa şu özünün balısı doğan. Sonra gatçıda öyge kaçıp geldikken bu. Hoşlukta. Çünkü özünün balısından da hem hatta çoğun alimler şu Medine'nin çoğun alimleri mi oturup şunun ders aldığan, kepi kulasılıp jim oturduğan bunda alet kögendikken bu beklan hoşlanıp gitgende. Hoşlanıp gitip sonra öy kildikken. Kelgendikken voy xutun munda ehoni köyde Ecep ubdan adam bulaptı bu. Katta alim bulaptı, yaxshi tarbiyalashlar degankan da oilada ekan. 30 ming tilla bakrak suyumlikmi sana shu o'g'lingning menda alim bo'lib yetishi bakrak suyumlikmi desa 30 ming tilla muhim emas, shu alim bo'lganimi mush suyumlik deb deganga oylik bo'lib 30 ming tillani omonatlarni shu o'g'limizni o'qitib bunda tarbiyalab alim qilishga sarf qilgan dedi ekan. Degandan bo'ldi sil joyda xizabsizlar deb qo'shdi qildi. Bu Rabia tabi'i, İmam Malik'nin ustazı. Yani özü katta alim, Medine'nin katta. Demek ki Rabia yalnız Cumhur'un karşısında bu eğizini içirtido dep kardı. Ve cumhuruhum eydan ala enne men istaqa'a faqa'a fe innehu muftirun illa tavuz. Hem de ma ikinci mesele yetkelsek, ma kastan kayıkı adam. Kastanlıkla yandığı adam kelsek, Kastalıklan urunup yandusa bu erz içivetke hesap tuldu. Rusu buzuk gidiyor. Tavuslan bu rusu buzulmaydı o. Ve sebebu ihtilafihim ma yutawahhamu min at-ta'arud bayna al-ahadith al-warida fi hadhihi al-masala. Demek ya ta'arud yok aslında demekçi. Ta'arud yok lakin yutawahham. Ta'arud badak anda xiyal qilinib qoldi dedi. Demek ba cumhur kay üzükidin ketbasa rusu buzulmaydı. Kastan yandırman deb yandusa o çağda rusu buzuldu dedi. İkisini ayırdı. Ama hadiste sel bunda tıktak bir nas körlep qalğan, şunu ixtilaf kelip çıktı dedi. Andım bu hadislerin sahihligidan ixtilaf var. وذلك ورد في هذا الباب حديثان احدهما حديث بالدرداء رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فافطر. Yani Resulullah kayıkılıp ağız açqan. Yani Ramazanda gündüzde kayıkılıp andım bir nas yetken demekçi. Aftar degan. Lekin bunun bir ehtimollik var. Kayıqıptı. Lekin andım namazşam yaqin kayıqıgan bolsa, kim bir tartilib ağzını chaqab Allohu akbar azan chiqqan bo'lsa, ağız açqan bo'lishi mumkin. Zaman qala ma'dan, yani bu ravinin birisi falaqitu Thawban fi masjid Dimashq. Yani Thawban hamda bu Rasulullah'ninki xizmatchilikda. Zaman Thawban bilan Dimashqninki masjidda uchrashib qilib va undan so'radim deydi. Bu Abu Darda radhiyallohu anhu menga munda so'zlab berdi. Haddathani anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qa'a fa aftara. Munda so'zlab berdi menga. Bu qanday gapdi desam, qala sadaqa rasaytibdi. Ana sababtu lahu wudu'ahu. Rasulullah qayqigan chaqda, shu chaqda men og'zini chaqab yo tartagan chaqda men tartiga suv quyib bergandim. Rasbuga vaqa demakchi. Lekin buning sey bo'lsa-mu, dalolat jihatdan ehtimollik bor. Aftara degani rasmiyamda shu chaqda kunduz turiblamdi. Men qayqiganiga ro'zam buzib ketdi deb bizga aytganmi? Yoki namazsham yaqin qayqigan bo'lsa, maşalloh akbar deb azan chiqdi, uning oqidan eg'izlashdi. Qayqildi. Undan namazsham bo'libdi, eg'izlashdi degan bo'lamdi. Bor ehtimollik. Lekin farqda odatda bilishni aqidlam qilgan bo'ldi lekin shu oyda namazsham yaqin bo'lib qolgan bo'lsa shu aqidlam qiladi. Bu hadisning darajasiga kelsak, Sahhahu Tirmizi, Imom Tirmizi sahih deb bog'lab turgan hadis. Demak, darajasi sahih ekan. Wal akhir hadis Abi Hurayra kharrajahu Tirmizi va Abu Dawud aydan anna Nabiy sallallohu alayhi vasallam qala man zara'ahu al-qay'u wa huwa sa'imun. Ro'zatgan holatda yondirib salsa, falaysa alayhi qada. Onun qazası kelmaydi. Yani xuddi qazası kelmaydi degani shu kuni ro'za tutgan hisob demakchi. Va in istaqa'a fa alayhi al-qada. Agar qasdlik bilan yandursa qazası keladi. Va ruya mawqufan an Ibn Umar radhiyallohu anhu. Demak, bu hadis yana Rasulullohdan mo ketdi, marfu. Ibn Umardan mo mawquf holatda ketdi. Mawquf holat degani emas, Ibn Umarning o'zining so'zi tariqasida. Rasulullah dedi demek, İbn Umar ayında depti. فَمَنْ لَمْ يَسِحَّ عِنْدَهُ الْأَثَرَانِ كِلَاهُمَا. Yani bazı alimler, benim nazarımda hiçbir şey emas bu hadisde. Ha mı? Ma mı? İmam Tirmizi
deb qaragan hadis, ondan ma hadis sey emas deb qaraganlar bolsa, laysa fihi fitrun asla. Yani bu yandırışda qasdan bolsun yoki o'zligidan kelib qolgan yandirish olsun, ro'zasi buzilmaydi. Ve men akhadha bi zahir hadis Thawban, anta tarjih qilganlar-chu. Thawbanning hadisining zahiri bo'libdi. Demak, men Thawbanning hadisi zahiri va anta yana 10%lik ehtimol bor. Nima? Wa rajjahahu ala hadis Abi Hurayra. Demak, zahirini elab 80% 90% ko'rinib turgan zahirini elab Abu Hurayraning hadisiga qarata buni tarjih qildi. Awjabal fatra min al-qay'i bitlaq. Demak, yandoslam zodi qasdan olsun, o'zligidan kelib qolgan bo'lsin, ro'zi buzildi deb qarabdi. Walam yufarriq bayna yastaqi'a aw la yastaqi'a. Qasdanlik bilan yandigan bo'lsin, yoki o'zligidan kelib qolgan bo'lsin, buni ayrimida dedi. Wa man jama'a bayna al-hadithayn, endi ikki hadisni jamlab tushunganlar-chu. Wa qala hadis Thawban mujmal wa hadis Abi Hurayra mufassar, yoki mufassir. Thawban hadisi mujmal. Bu odamda endi Rasululloh bu ro'zi buzildi degan gap yo'q. Yoki ro'zam buzilib ketdi hamda mening degan ya yo'q. Bir ehtimollik bor edi. Yoki bu yerda qasdanlik emasni ayrimida degan bo'lishi mumkin. Va hadis Abi Hurayrata mufassirun yoki mufassarun desak bo'ladi. Bu yerda sal tafsiliyroq bayon qilingan. Nima? Val vajibu hamlul mujmal ala al mufassar. Bizning qilgan usuli qoida bo'yicha mujmalni mufassarga bo'ysundirmas. Mufassarning nimasi bo'yicha tushunimiz demakchi. Mazmuni bo'yicha. Munda deb qaraganlarda farraqa baynal qay'i wal istiqa'a. Bulardan qasdan qayqilsa o'zligidan kelib qolgan farqlandu deydi. Va huvallazi alayhi al-jumhur. Ko'pchilik olimlar qarshi shu. Balki hamda majbur kelib qolganda uning bir gunoh yo'q, uning qasdanlik yo'q. Ham majbur qayq qilish bilan sunmaydi demak. Ammo qasdan qilish yo'q. Xuddi bu hamda bir ko'ngilning o'zining ko'ngil arzu qilgan narsani qilish uchun qilganda ekan. Asli bu ro'z deganning mazmuni nima edi? Sen ko'ngling ta'tilga arzu qilgan narsani o'zingning tizginlashni mashq qilishdan iborat. Undan keyin sen ko'ngil ta'tilgashni qilding, o'zing rahatlaydigashni qilding. Shu ehtimollar bor. Shuni zahir deganimiz shundan bir qarashga 80% tushunishimizda nima bildirdi? Qay qilibda bu qay qilgandiga endi ro'z buzib ketib ig'iz ichivatdi degandek. Ammo lekin bunda tekshirsak yana 15% ehtimollikda balki namashimga yaqin qay qilgan bo'lsa 5 yildan keyin azon to'labdi. Endi ig'izashdi. Ya'ni qay qildi, undan keyin tartaldi, undan keyin ig'izashdi degandek bunda jarayonni so'zlab bergan bo'lishi mumkin. Bu ehtimollik bor. Qay qilib endi ajizlab ketgandiga endi lekin tamoq yetgan bo'lsa. Ya, agar unda yetgan bo'lsa, uni bayon qilib qo'yadi Rasululloh. Shada shu bayon qilmaganligimi, ro'zning buzilmaganligini bildirdi. Agar nafl ro'za bo'lsa, o chaqda ma farz ro'zaga unimiz kuchmaydi. Nafl ro'za ham bo'lsa, ba'zi buzasi mayli sert qiladi. Qasos qiladi. Ba'zi olimlar bir kun tutib deydigan bor. Rukn thalithu wa huwa an-niyya. والنظر في النية في مواضع منها هل هي شرط في صحة هذه العبادة أم ليست بشرط؟ النية تروزوشن شرط يعني أما إبادة تروزوشن شرط إنما الأعمال بالنيات نية لن قلمز البت إبادة يعني أم ده مش روزغ زاد شرط مش هذا ما اسمه بلق ما مثلا مش رمضان روزها خد رمضان روز سن نية قل قمة شو روز سن أوتوماتيك şu Ramazan'ın rozusunu niyet qilganda bo'lib ketsa deb qaraydiganlar bor. Bu niyat to'g'riliq bir ixtiloflashsa bular bu endi bu niyat endi ko'ngil tutgan niyatmi yoki zot og'zida deydigan niyat? Ya ko'ngillik ya bu. Ko'ngillik. Masalan, hozir tong otdi. Kun yurida soat 8-9 bo'ldi deydi. 8-9 bo'lgan chaqda quloblar bunda qarab degan havomi salqin turdi. Dushanba ekan. Abi savobalar ya ro'z tutaya deganda shu chaq niyatni qildingiz. Bo'landi bo'lmamdi. Ba'zi olimlar chiqib bo'lgandan keyin shu chaq niyatni bossang, o'chada burundan tatib niyat qilib kelmagandan keyin bo'lmaydi. Nima demak? Manda mevisi, manda masalalar chiqadi. Niyatni shart qilsin. Va in kanat shartan, ma shart desak, tamalladi yujzi'u min ta'yinha. Ramazondagi shu farz ro'zani tutman deb ayda belgilash kerakmi deydi. Yoki ro'z tutman deb qilam, ro'z tutman deb qo'ysa bo'lamdi.
وهل يجب تجديدها في كل يوم من أيام رمضان؟ وإذا أوقعها المكلف فأي وقت إذا وقعت فيه صح الصوم؟ إذا أوقعها يعني أوقع النية يعني نوى قيس وقت قيسا يسبب وإذا لم تقع فيه بطل الصوم عند شو وقت نية قمسة روز بكوالك إدغان أهل الله. وهل رفض النية يوجب الفطرة وإن لم يفطر؟ رفض النية يمشي هذا خد مثلا بغير روز تسمان دبت تسمان دب نية قلاب يقتما يا بلد بجدم لكن يا زمان دا جقشوا يا من دا إغرشوا جبادات بلد روز تسمايا دب özünün niyetini red kıptı. Lekin bizden sinop tıkı. Yani rozunu buzduğum bir nas kılmaptı. Tamak yemoğunu açtı kılmaptı. Uçağı rozu buzup kitamda o dedim. Ve kullu hadil matalib kad ihtalafel ulema fiha. Kullu hadil mesel khilafiyye. Ve amma kavnu النية شرطا في صحة الصيام فإنه قول الجمهور. Yani köpçülük alimler النية شرط في صحة الصوم dedi. Şu niyet kılmışsa yani rozunu niyet kılmışsa tefsilatı ıslappa şu bir niyet bulmasa bekar dedi. Bu adette erkandaq bir işni qilishdan burun shuni qarta niyat otomatik Mush Ramazonda emas, Ramazonning mush farz ro'zasini tutmandimdi yoki o'tgan yildan qolib qolgan qazo ro'zam bordi, mana bir tutaymi Ramazonni. Ko'nirab qolgan qazni bir to'lotay. Yani mavsal kechiktirsammi buning masala yo'qdir. Masalan, xuddi ba'zanlarga bir yil ilgari pulagan bo'lsa, ma yangi birisini ilib plan ana konu qazni bir o'tib, ma yangi olgan edingiz bilan uzun vaqt o'tmagan bo'ladi-ku. Manda kallı bo'yicha balki ba'zilar yo'q, men Ramazonda boshlandi ati. O'tgan yilga 3 kun ro'zam bor, 3 kere ro'zani tutaymiz Ramazonda 1-2-3 ta. Ana ma 1-3 mushu yilning Ramazondan keyin Ramazondan keyin tutaman. Manda qilib qolsa de. Farqi bormi? Lafzanmi yoki? Yo'q, qalbidagi, niya mahallal qalb. Bizda mazhabda deyanda mesela baş namazlarda yani namazda yani bir mazhabda tillan qilish mustahab deydi. Lekin ko'ngilsi hisob tillan qilish nima uchun mustahab esa tillan qilish texmi niyatni rasmiy zehniga akab turib, diqqatni yig'ib turib, bunda mustahkam niyat qilish foydasi bor. Ana to zin yo'q, lekin buni sunnat deb turarsan, buni oldidan taqishib qoladi. Wa shadda zufar فقال لا يحتاج رمضان إلى نية إلا أن يكون الذي يدركه صيام شهر رمضان مريضا أو مسافرا فيريد الصوم. Ramazan bu Allah Teala bektivetken ya da Allah Teala farz ro'zani belgiletken mush kunda sen başka narsa niyet qilib o'tsasanmi o bekar. Allah Teala shu irada qilganiga otomatik shunga hisoblab ketadi. Demak niyat qilish hojasiz. Ro'zman desam bo'ldi shu. Farz o'g'a ro'za qilib ketdim. Men Ramazonni farz ro'zani tutaman deb niyat qilsam bo'ldi. Lekin marid va musafir bo'lib qolsa, buni asli ixtiyorli qilib emasmi? Fa'iddatun min ayyamin ukhra degan. Bu chaqda o'zi tayyorlash kerak, niyat qilish kerak dedi. Va sababu fi ixtilafihim الاحتمال المتطرق إلى الصوم هل هو عبادة معقولة المعنى أو غير معقولة المعنى. Demek ki ro'zada bir xil ehtimollik bor, o'zda yani ro'zning o'zida bir xil ehtimollik bo'ladi. Yani bu ro'za biz buning illatini tushunadigan ibodatmi? Yani buning maqsad nima zodi? Cheniqishmi yo nima hamda? Buni belgilashdagi masala deydi. Bu ibodatning zodi g'oyasi nima? Nimada iboratmish ibodat? Deb masalan ba'zi ibodatni nima qilib boqamiz-ku? Illatini bunda tahlil qilib boqamiz. İlletini zaten biz bildiğin, aklımız yetadigan ibadet mi yoki aklımız yetmediği ibadet mi dedi. Bu mutlak yana şu. Yani ihtimallik kelamda kemmamda olmaz. El-delil iza tatarraqa ilayhi al-ihtimal saqata bihi al-istidlal degan qoida. Endi qoida bor. Shunda tatarraq degan so'z bor, kap qasa. Budamda taraq degan tak ishqi kildi-ku. Demak ehtimollik shu delgan assalomu alaykum deb chirib qasa degandek. Ehtimollik kap qasa, bundan nima kelib chiqdi? İxtilaf kelib chiqdi. Demak bu ro'z deganning zodi aql tushungil bo'lgan ibodatni tushungil bo'lmaydigan. Yani Allohni da tutqin debgan tutimiz, u manda uchun, unda uchun demaymiz dedigan ibodatmi? Famar ra'ana g'ayra ma'qulatil ma'na awjaban niyya. Ya bu ma'nosini tushunmaymiz bu. Sap yani ibodat mahda deylar. Ma'nos tushungil bo'lmaydigan bir xil ibodat deb qaraganlar, unda niyat kerakdir. Ibodat degan nima? Yani qulluq izhor qilish nima? Alloh qildi-da qilgan. Nima uchun? Bunun paysi var mı yok mu? Da burada soruyorlar şu. Yani to'liq bo'ysunib
icra qildi. Ve men ra'a annaha ma'qulatul ma'na. Ba'zi olimlar yo'q, bu ro'z degandan badanni chiniqtirish, savr taqat ugunish, o'zini tutulishni mashq qilish deb bunda nima chiqarishi mumkin. Sog'lomlik foydasi bor deb ketganlar. Bulanda qala qad hasala al ma'na idha sama wa illam yanwi. Men niyat qilmasam bu chiniqish desak, chiniqish vujud chiqdimi, chiqmadimi? Chiqdi. Bundan niyat muhim emas men aytdim. Niyat bilan bu illatniki ma'qulatni ma'naga nima aloqasi bor? Sab ibodat desak, niyat bo'lmaydi. Agar buningdan maqsad unda chiniqishlamdi deb qarasa, o'sha sen niyat qilmasang maqsad ado qildan chiniqdan. Xuddi tarat emasdan, taratdan maqsad badan a'zolarini bir pokizlashga iborat. Pokizlash iborat. Nima bir odam majbur emasdan, o'zi yo'q tarat olmayman deb tusimi majbur bog'lablan biz tarat oldiribdi ujuk. Bu chaqdan maqsad ado qildi-ku, badan pokizlandi. Agar shu ma'qulatul ma'na deb pokizlik shu ko'z tutgan pokiz bo'ldi, vujudga chiqdimi maqsad. Lekin agar ibodat desa, bu Alloh taolo qulluq izhor qilgan holatda Alloh taolo buyruqni bajarib keltirgan holat qildimi bu pokizlikni? Majbur qildi. Xuddi ro'zimi shunday. Lakin taxsis zufar Ramazon bizalik min bayn anwa sawm fi da'fun. Dekanda Imom Zufarninki shu turli ro'zlarning ichida Ramazonninkilar mushu xas qilib, Ramazonninkilar munda bo'ldi, boshqasi unda bo'lmaydi deb turilishi o'sal ojiz deydi. Ro'zning turlari jiq. Qazo ro'zi va, nazr ro'zi va, kaffarat ro'zi va, yani vojib ro'zdan ichida, shunami? Lekin Ramazonninkilar bu endi Alloh mushu oyni belgilayotgan ekan, buningda boshqa ro'za tutaman deyish hech qanday o'rin yo'q buningda. Boshqa ro'zni niyat qilsang avtomatik shu nimaga shirk tutadi? Hisob bo'lib ketadi Ramazonning ro'zi. Ya at-ta'yin fil muta'ayyini lag'wun. Alloh taolo oldin belgilayapti buni. Mushu Ramazonda shu Ramazonning ro'zasini tutsaydi. Endi Alloh taolo belgilagan narsani sen qo'pab, o'zingizga yana boshqa bir narsani belgilamsa, belgilamaysa deydi. Yo'qsa Ramazon ro'zi bekor edi. Yani sen niyatdan boshqa hammasi bekor. Alloh taolo ko'rsatgan shu narsa bilan hisob bo'lib ketadi. Alloh taolo tayinlab bo'lgan uni. Sen tayinlab o'tiramsan, va kannahu lamma ra'a. Endi balki hamda Zufar manda deb qaraganda demakchidir. Buning ba'zi ma'lum bir asosini ko'z tutganda demakchi. Lamma ra'anna ayyam Ramazon la yuzu fiha al-fitr. Demak, Ramazonning kunlarida odatda normal ahvoldan, musafir, marid, hamil, murda, bunda ahvol bo'lmagan normal ahvolda eg'iz chiqish joiz emas. Shunami? Yo'l yo'q bunda. Ay anna kullu sawm yaqa fiha yanqalibu sawman shar'iyyan. Demak, mushu Ramazon kunlarida tutilgan ro'zadan hammasi nima bo'ldi? Shar'iy ro'za bilan shar'iy ro'za meta shu Ramazonning faraz ro'za. Balki shunday qilib, va anna hada shay'un yaxussu ajlayan, mushu kunlarga xas deb qaralgan. Bunda xas deb qaralgan ekan, o'sha boshqa niyat qilsangmi baka deb o'sha niyat qilmasangmi, o'shani o'tib ketadi deb qaralgan bo'lishi mumkin. Ayrim chiqib oldi. Ayrim chiqib oldi. Yumurdan ayrim chiqib oldi. Balki dalil ojiz yemilmaydi. Ya, ba'zi ayrim chiqib olsa dalil kuchli bo'lishi mumkin. Bu faqat ayrim chiqqanligini bildiradi. وَمَّا اخْتِلَافٌ فِي تَعْيِينِ النِّيَّةِ الْمُجْزِيَةِ فِي ذَلِكَ. Endi bu niyat qildikmi? Niyat shartdir. Niyatni qanday shaklda, qanday vaqtda qilsak hisob bo'ldi. Qala la budda fi zalika min ta'yin sawm Ramazon. Imom Malik Ramazonning ro'zasini tutaman deb belgilashing kerak. Ramazon ro'zasini tutmoqchi hozir. Men Ramazonning ro'zasini tutmayman deb niyat qilishing kerak deydi. Va la fi i'tiqad as-sawm mutlaqan va la i'tiqad sawm muayyanin ghayra sawm Ramazon. Men ro'za tutmanlar deb qo'ysam bo'lmaydi. Yoki Ramazondan boshqa ro'zani tutman desang bo'lmaydi. Ramazonning ro'zasini tutman desang, shu Ramazonning ro'zasi hisob bo'ldi. Abu Hanifa rahimahulloh debdi, "In i'taqada mutlaq as-sawm ajza'u." Ro'za tutmanlar deb, ya'ni ro'za tutsinlar niyat qilsa hisob bo'ldi deydi. Va kadalika innawa fihi siyam ghayr Ramazon ajza'u va inqalama ila siyam Ramazon illa yakum. Musafir ya marid bo'lmagan holatda boshqa ro'zani niyat qilsa-mo hisob bo'lardi Ramazonning ro'zasi. Boshqa kaffarat ro'zam bati uni tutib olay, qazo ro'zam bati uni tutay, yoki Ramazonda nafl ro'za tutay debdi. Shunday desimi, ro'za bo'laradi. Farz ro'zaga o'rilib ketdi bunimiz. Avtomatik. Chunki sen Alloh belgilagan narsani o'zing boshqa narsani uni o'zgartirib o'tmoqchisan. Allohning irodasi hisoblanadi, sening irodang bo'ladi. Endi masalan farz namoz masalan hozir peshimga azon chiqdi deylar. Peshin asirgacha arliqda o'xshab bo'ldi, kang tashamda. Bu chaqda sen ama farzni 5 minutdan keyin o'qoy, hozir ish kelgan nafl o'qiysang bo'ldi.
Çünkü Ramazan'da hozir ma nafl o'qay, uniki man tutay deydigan unda yetmaydi vaqt. Ya uningda ya buni ishlaydi. Davom ekan, sen boshqa narsani niyat qilsangmi, Alloh belgilagan ash ro'ziga o'lib ketadi deydi. Ramazan ro'zasini tutqanmoqdan bayana. He? Ama o niyeti Qo'llanmaydi boshqa. Demak, sen niyating bu. Alloh taolo shu buyurgan, belgilagan nimaga xilof holatda boshqa narsani niyat qilding. Yani shariatga xilof niyat ma'lum demak. Demak, bu niyating lag'v yani. Bu niyat hozir amaldan qoldi. Abu Hanifaning qarashi. فإنه إذا نوى المسافر عنده في رمضان صيام غير رمضان كان نوى. Demak, musafir bo'lsa buni tanlash nimasi bor? Tanlay olgandan keyin o chaqda niyat qilgan esa, ya uni nafl tutsin bo'ldi o chaqda. Nima olsun tutsin bo'ldi. لأنه لم يجب عليه صوم رمضان وجوبا معينا. Zada shuni qilmasa bo'lmaydigan holatda vojib bo'lmaydi Ramazon. Ashning haqida. Boshqa narsani qilsin bo'ldi, eg'zatsin bo'ldi-ku. Musafir. Ha. ولم يفرق صاحبه بين المسافر والحضر. صاحبه kim? Yani sahibeyn ise Abu Yusuf ve Muhammed ikkilerini ko'rsatdi. Musafir bilan muqim tuğadimni ayirmadi deydi. Nima debdi bular? Kullu sawmin nawa fi Ramazan inqalaba ila Ramazan. Ramazonda qanda ro'zni niyat qilsan, naflini qilamsa, qazoni qilamsa, kaffaratnikini qilamsa, qanday niyat qilsan, avtomatik Ramazonning ro'ziga ketib qoladi. İmam Zübeyir nevri şagird qilamdi? Yo'q, Imom Abu Hanifaning o'zidan shogird. Nimashemsa uni qatmaydi sahibening qizi. Ko'pincha masalalarda sahibening qarashini ko'proq ekildi. Imom Zübeyirninkini azroq ekildi. Unda bo'lashda Mashkelining qarashlari o'zlari kitobda yozgan, bunda qoldiganlik uchun ko'p bayon qilinarliq. Endi Zübeyirning ixtilofi Mashkelining xilofi qaraganda azroq bo'lishi mumkin. Kimincha imomlar Abu Hanifa bilan birga bo'lishi mumkin. Bu mu cho'ng olimning birisi. O'z oldiga ijtihod qilgan. Va sabab ixtilafihim endi bu ixtilofdan so'ralma hal al-kafi fi ta'yin niyya fi hadhihi al-ibada huwa ta'yin jins al-ibada aw ta'yin shakhsiha. Yani ibadatning jinsi yani so'm deblam, ro'za tutmalam desam-da yoki Ramazonning ro'zasi debda o'zini tayinlash kerakmi? Va dalganda kelal amrayni mavjudun fi shar'. Shariatda bizda qiyas qilib deb bo'lsa, ikkili ahvol mavjud edi. Misal zalik, anna niyya fil wudu yakfi minha i'tiqad raf' al-hadath li ayyi shay'in kana min al-ibada allati al-wudu shartun fi sihhatiha. Ibadat uchun tardilish shart qilindi deymiz. Ama ba'zi ibodatlar uchun, masalan, namozga, tavobga, ba'zidan qarshi Qur'on o'qishga, ya Qur'on tutishga, bunda deb qarasak, ma'lum bir ishni qilishni o'ylab tartildi. Masalan, namozga tartildi, ama tartilgan bo'lsa, mush tartilan Qur'on tutsak, o'qisak bo'ldi. Tavob qilsak, tavob qilsak bo'ldi. Ya tavob qilish uchun tartilgan bo'lsa, namoz o'qisak bo'ldi shu tarafda. Demek buningda walaysa yaxtasi ibadatun bi wudu'in. Ma bir taratilish tavob xas. Shuni ham ishlaydi, boshqa ishlamaydi. Ma taratilish namoz ishlaydi, uni boshqa ishlamaydi deganday yo'q. Xaslik yo'q. Ash bir taratda nimani maqsad qilib tag'in bo'lsa, shunda boshqa tarix qilgan ibodatlarni qila olamiz deydi. ishni niyat qilmaydi bir tarat olaydi. Mayli, shunda ya'ni qolgan ibodatlarni qila olaylar. Chunki taratning o'zin bir ibodatda o'zaldi. Uni taratasa, u namoz o'qisin, o'qimasin, shunda qo'lni tutni yuplovchi gunohlar shu daraxtning qozonlarida to'kilib turadigan. Zaman endi qiyomatga g'urram muhajjalin bo'ldigan. Unda bir ibodat bo'lgan ekan, taratilatayya deb qilsin mayli. Buninglar yana boshqa ibodatni qilib oldi. Amma salat fala budda fiha min ta'yin shakhs al-ibada. Amma masalan, endi yana bir misol, namozni olib aytsak, buni ibodatninki shu o'zini, masalan, asr o'qiyma yoki sham o'qiyma deb o'zini belgilamasak bo'lmaydi dedi. Va hada kulluhu al-mashhur indalama. Bu biz tafsilotga kirmadik, bunda bir misol berib qo'ydik. Buning yana talash-tashvish qilib, lekin darhol qamda bir misol keltirishni bunda deb qo'ydik dedi. Fataraddada som, endi bu ikki bir misollar oldimizda. Bu ro'zni tarat elishga qiyas qilamdik yoki namoz qiyas qilamdik. Ashulning nazarda ikkini o'ttirdi qaldimdir. Uni unutib qoldim, uni unutib qoldim. Bayna hadaynil jinsayn, yani at-tahara va salat. Faman alhaqahu bil jins al-wahid qala yakfi fi dalik i'tiqad as-sawm faqat. Bil jins al-wahid bil jins al-awwal, yani taratga qiyas qilganlar alhaqa degan misha qiyas qildi degan. Chunki qiyas degan ilhaq, amri li amrin. Yakfi fi dalik i'tiqad as-sawm faqat. Ro'zini tarat qiyas qilsak, ro'z tutmalan deb bo'ldi. Şunu bilan Ramazon ro'zasini tushdi, nafligini tushdimi? Tushdigan bo'lgan kim bo'lardi dedi. Va man alhaqa bil jins al-thani, yani as-salat,
İştarata tayina som. Qaysi namozni o'qiyman deb belgilashing kerak. Unda Ramazonning ro'zisimi, qaysi ro'za belgilashing kerak dedi. Bu masala tugadi. Demak bu qiyos masalasi. Alayhi yaxtasi ibodatni ibodatdan deyman. Bir ibodat bir taratga. Yani ma tarat ma ibodat xos. Ma tarat ma ibodat xos dedigan bunda ish yo'q. Yakfi fi zalika i'tiqad as-sawm faqat idha nuwiya fi ayyam ramadan sawman akhar. Bu dinda Ramazon boshqa ro'za niyat qilsam Ramazon esa bo'lib ketadi. Demak, sening bu yer niyating boshqa narsa kunni belgilagan niyating baka. Niyat bo'z bo'ldi. Niyatlan bo'z bo'ldi. Masalan, ro'za tutishni niyat qildim dediz, tamom. Yoki qazo ro'zamni tutishni niyat qildim degan bo'lsa, qazo ro'zamni degan gap hozir nolga tang. Ro'zamni tutishni niyat qildim degan. Xuddi Ramazon ro'zasini niyat qildim degan hisob. Chunki shariat mushuni tutsangiz degan ekan, siz uni boshqa taraf qaramaysiz. Bu kuchli qarash. At-ta'yin fil mutayyini lag'un. Nolga tang. Alloh belgilab bo'ldi. Sen uni qayta belgilamsa, bika. İkinci mesele, ihtilafum aydan fi iza neva fi eyyam Ramazan savman ahar. Hel yanqalib ev la yanqalib. Demek bayatın meselen çetişleten. Ramazan'da yakman qaza rozamni niyet qildim, keparat rozamni niyet qildim, nafl roza niyet qildim desa, bu otomatik şu Ramazan o'liktamdo yoki niyet qilgani bo'lamdo mesela. Sebebi aydan anna min al-ibadati indahum man yanqalib min qibali anna al-vaqt alladhi tuqa'u fihi mukhtassun bil ibadati allati tanqalib ilayh. Yani bazı alimler o'rilib ketadi dedi. Nima uchun desa, sen mush ibodatni mush ro'zani tutgan mush kun, farz ro'za xas qilingan kunlar bu. Davon ekan, sen uni boshqa qaramaysan. Va minha ma laysan qilib. Yani ibodatning ichida unda o'zgarib ketmaydigan bor edi. Masalan, u o'zgarmaydigini qilsa, desa u ko'pchilik o'zgarmaydi. Bu xitoblashdi demayman, ustidagi gap shu, mag'atdan bir o'zgaribdi degan gap shu-ku. Ya shu, ustidagisi shu. Ostidagi u desa yana xitoblashdi. Oyada qasnasini niyat qilsa hisob bo'ldi degan talash qildi. Yani miyada Ramazon iyida boshqa bir ro'zani niyat qilib qolsam, bu otomatik Ramazonning ro'zasi hisob bo'lamdi yoki niyat qilganing hisob bo'lamdi degan masala. Yani shariatda ba'zi bir ibodatni qarasak, unda boshqa niyat qilsam otomatik o'zgarib ketadigan ahvolim bor edi. O'zgarmaydiganim bor edi. Demak, shuni qiyos qilmoqchi hozir. Allati la tanqalibu fa aktharuha. Unda o'zgarib ketmaydigini ko'pinchisi deydi. Hamda o'zgarib ketadigan qasam hozirgi gap tushdigini bu haj deydi. Va zalika annahum qalu idza ibtada al-hajj tatawwan man wajaba alayhi al-hajj. Haj farz bo'lgan bir odam kim bu? Haj qilib boqmabdi. Farz hajni qilish kerak bo'lgan odam kim? Bu yo'q, men nafl haj qilaman deb niyat qilibdi. Qilsa avtomatik farz haj ketadi bu. Mush masalaga o'xshaydi ekan mana. Va lam yaqulu zalika fi salat. Namoz va boshqa ibodatlarga kelsak unda demadi deydi. Aslında şu to'g'ri. Namozning vaqti muvassa. Bunun kengchilik bor. Namozni o'qiy olaysan, uni boshqa narsa o'qiy oladigan vaqt bor. Lekin hajda shu kunda boshqa nafla hajdimmi bizni qilib o'tib, uniki yana farz hajdini yana bizni qilib, yana nafla hajdini yana bizni qila olamsa, yo'q shu birgilam o'qidi. Bir pay o'qwa, buni bir narsalar etishing kerak. Uni nechiga unda ishlatilmaydi. Demek ma Ramazanning vojibul mudayyaq bo'lgan ekan, hajmi vojibul mudayyaq bu. Vojibul mudayyaqni vojibul mudayyaq qiyos qilamiz. Namoz degan vojibul muvassa. Adet bir namazning orliqamda 2 soat suzilgan buning ichida 20-30 rakat namoz o'qiy olaysan. Lekin haj vaqtida Ramazonda sen xohlagancha necha xil ro'zani tuta olmaysan. Shu kunda bir ro'zani tuta olaysan, 3 ro'zani tang tuta olmaysan. Hajdimi shu bijayni qiladi, ikki hajdini qila olmaysan. Bu Hanifining ko'z qarashi kuchli. Ma qiyosiyatning shu kuchli. Faman shabbaha as-sawma bil hajj. Ro'zani hajga o'xshatsa, qala yanqalibu o'zgarib ketadi dedi. Ramazonning ro'zasiga hisoblab ketdi. Qanday ro'zani niyat qilib qolsa. Ani boshqa namoz va kaza qiyos qilganlar o'zgarmaydi dedi. Lekin shu hajga qiyos qilish shu to'g'ri. Amma ixtilafun fi vaqtin niyya. Niyatni qachon qiladi, qachondan tartib qilish kerak? Aytganda qism bo'lamdi, kun chiqqanda qism bo'lamdi. Masalan, Bamdad qazan chiqib qolgandan keyin qism bo'lamdi deganda. Fa inna malika ra'annahu la yujzi siyam illa bi niyya qabla al-fajr. Imom Malik Bamdaddan ilgari, ya'ni tang etishdan deylar. Tang etishdan ilgari niyat qilsa, unda hisob bo'ldi. Haqqanda amista. Endi ayriydiganlar nafildan. Lekin bu yerda Imom Malik hammasi deb turibdi. Va qala Shafi'i tuzzi an-niyya ba'da al-fajr fi an-nafila va la tuzzi fi al-furud. Imom Shafi'i ayiribdi. Chunki nafilaning sal keng tashaliq bor. Farzning unda sal chinroq. Nafilda bo'ldi, ya'ni fajrdan keyin niyat qilsang bo'ldi, farz bo'lmaydi. Va qala Abu Hanifa tuzzi an-niyya ba'da al-fajr fi as-siyam al-muta'alliqi wujubuhu bi waqtin muayyan misl Ramazon va nadr ayyamin mahduda. Muayyan vaqtga bog'lanib ketgan vojib farz ro'zalar tang atgandan keyin niyat qilsang bo'ldi. Intayin kengchilik ekan. Imom Abu Hanifaning mazhabi
Kengchilik var ekan. Mesela Ramazan ro'zasimi muayyan vaqti belgilangan. Nazr ayyamun muhaddada degan palani kelar haftini debdi masalan. Kelar haftini men ro'za tutma deb nazr. Ya kelar oyning ma palani kunni dushanba, payshanbasini ro'za tutman deb nazr qilgan bo'lsa, bu chaqda bunda belgilanib ketgan mush ro'zni qilishga sen tang atgandan keyin eng ching ro'zg'imi shu? Eng yuqori ballisan. Farz, vojib bo'lgan. Shuni tang atgandan keyin bunda azan chiqib bo'ldi deydi. Shu chaqda niyat qilsam hisob. Masalan bu kashda bu uxlabdi ekan. Ro'za tutman deb niyat qilmay uxlabdi. Allohu akbar deb bunda shunda azan chiqdimi tang atganda. Bunda o'g'li bilan voy bu ro'za tutman deb shu chaqda niyat qildi. Hisob deydi. Degan Ramazon ro'zasida odatda oldin bir niyat bor. Mana shu oyni butun tutma, atim tutma, o'g'im tutmadan oldin bir umuman bir niyat bor. Nafl ro'zadan nazr ro'zaga o'xshamda? Nazr ro'zaga vojib. Masalan, sen ayolim o'g'il tug'ib qolsa, men Allohga shukronani qilman. Mana shu ro'za tutma deb o'zingga vojib qilib olsam. Ya imtihonda o'tsam, ya imtiyoz bilan o'tsam, mana shu ro'za tutma degan bo'lsam, bu vojib qildim. Nazr ro'za shu. Val yufu nudurahum vojib. Masalan vaqti bormi? Ya'ni qachon Shu belgilangan kun bo'lsa, belgilangan kunda qilish kerak. Belgilanmagan bo'lsa, nazr ayyam muhaddada emas, manchi kun deb, u hamda manchi kun. Qachon? Masalan 3 kun ro'za tutma degan bo'lsa, mana shunda bo'lsa 3 kun ro'za tutmasa, Oxirdan qilish kerak emas. oxirida emas. Bir oy o'tkazib ketsin bo'ldi. Qazo ro'zami shunday. Ramazonning oxiridan tutish kerak emas. Kelar Ramazongacha inshaalloh tezroq qilib olgani yaxshi, lekin tiz qilmasa bo'lmaydigan bunda. Ammo endi ashunga Ramazondan keyin, nimadan keyin Shavvolda 6 kun yotgan bo'lsa, 6 kun ro'za tutaydi. Ramazonda tutama ro'za qilgan bo'lsa, endi bu 6 kun ro'za tutdim deb ro'za tutishi durustmi yoki oldindan qazo tutish lozimmi? Qazosi tutish lozim, vojib bo'lgan ekan. Lekin unda man tutib keyin qazosini oldirmay tutilish fursati bo'lgan ekan, oltin tutib, undan keyin qazosini tutib mayli. Endi o'lim kelib qolmasa, yadinda vojib ro'za va ketib qolmay. Chunki o'lim degan rajul deganni uqmaydi, shuni tutiladi. Manda deb qolsa, farzni tutgan yaxshi. Lekin ba'zi olimlar aytadi, shu vojib bo'lgan qazo ro'za bilan Shavvolning 6 kun sunnat ro'zasini ikkisini birlashtirib, ikki niyat qilasan, bir pay vaqtda ikki qishqasini so'qqan bo'lsa deydi. Ikkisi hisob bo'ldi deydi. Bir kunlik ro'za ikki hisob. Masalan, ham 6 kun tutgan bo'lsa, ham 6 kun qazo ro'zani tutgan bo'lsa, demak bu yerdan da hadisda men sama Ramazon, thumma atba'a sittan min Shawwal dedi. Oxir ulab 6 kun ro'za tutdi dedi shunama. Mesela qazo ro'za tutsam 6 kun tutgan bo'ldim-ku. Yani shuda shunga. Ya bu tadaxulul ibodat degan men. Xuddi masalan, masjidga kirdik. Kirishib biz tahiyatul masjid o'qish kerak-da shunama. Tahiyatul masjid san ishkirkat masalan, peshimga ishkirga sunnat o'qidim deb niyat qilib o'qidim masalan. Bu ham tahiyatul masjid bo'lsin, ham peshimga ishkirga sunnat bo'lsin. Ikkini bizlam so'qib tayyorsan, bo'ladi. Ikki hisob bo'ldi. Nazr ro'zalarni 3 kun yoki 5 kun niyat qilgan bo'lsa, arab tutish kerakmi yo undan? Yo'q, u oldinma tutsin. Ariqni uzib tutsin bu. Shavvolga tutaydan tutgan bo'lsa, Tabii degan bo'lsa, o chaqda vojib keyin qilib qoldi, keyin tutish kerak. Lekin bundan nazr qilgan bo'lsa, Shavvol addan boshlab Shavvol 6 kun nazr qilmay dedi. Ro'za tutman dedi 6 kun. Bu jani vojib qilgan ketdi-qanda. Shu chaqda tutish kerak zaten. Shu kunni bekitgan ekan. To'g'ri, ham Shavvolni tutish kerak ham. Ham aqib qilgan qazo Ramazondan keyin qazosini yetkazib ikkisi ham tadaqquq bo'ladimi ya? Balki bular bakrak shu masalada cho'nqarib iznib qolsa. Darhalamda ma kalli boshqa masaladagi chog'da boshqa masalaga chiqdi unda deyish tafsiliy kitоб ko'rish kerak. Masalan, nima qilib qo'ygan Ruslan deb niyat qilganim. Ruslan deb tutmadim. Al-mutatawwa amira nafsi. Tatavvo qilla xosila buzasi bo'ldi. Ba'zi mazhabda tatavvo ro'za tutgandan keyin buzasa bir kun qazosini tutadi debdi. Bu sal azra. Hali masal kelsak, va kadalika fin nafila. Nafildimi shunda? Tang atgandan keyin niyat qilsin bo'ldi deb Abu Hanifa. Va la yuzu fil wajibi fi dhimma. Lekin Gedingi vacip bo'lgan nimada bo'lmaydi dedi. Bunun gap tujzi niyatu ba'd al-fajr fi as-siyam al-muta'alliq wujubu bi vaqt muayyan misl Ramazan va nazr ayyam mahduda va kadalika fi an-nafila. Bu gap tugadi. Wa la yujzi'u fi al-wajibi fi ad-dhimma. Vacip fi ad-dhimma degan kaffara. Nazrmi bu vacip fi ad-dhimma. Qazası mı kirishi mumkin? Bu vacip fi ad-dhimma. Demak, mujulada kemat endi bu nazrning ayyam mahdudadan uni ayiribdi. Ayyam g'ayr mahduda degan buni mutlaq nima qilgani endi bo'lmaydi debdi. Demak, avomda xuddi muayyan belgilayotgandek narsa. Sen o tang atgandan keyin tutaman deb niyat qilsan qilmasang, u burun zodi u bekitilib bo'lgan ish deydi. Ammo bekitilmagan narsani sen bizdan bekitish uchun burun nima qilishing kerak? Nima uchun buni ayirayotganda unda imomimiz
والسبب في اختلافهم تعارض الآثار في ذلك. بندا hadisler birbirine zıt kep kaldı dedi. أما الآثار المتعارضة في ذلك فأحدها ما أخرجه البخاري عن حفصة رضي الله عنها أنه قال صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. demek hadisler bundan kelgan. Bukhari lekin Sahih Bukhari demas boshqa kitoblar rivoyat. Demak Bukhari fi kitabihi fulani deyish kerak aslamishadi. Chunki Xarrajul Bukhari deb qo'ysam bu nimani bildirdi? Sahih rivoyat qilgandaklar. Endi bu Bukhari yo'q. Wa rawahu Malikun mawqufan. Imom Malik mo rivoyat qildi lekin bu sahabining so'zi tariqasida. Qala Abu Umar ibn Abdul Bar hadis Hafsa fi isnadihi ittirab. Hafsning hadisida sanadi muttarib buningda. Ba'zi Hafsdan, ba'zi Ibn Umardan, ba'zi bunda kelgan dedi. Shunga bunda marfu'mo, nimamo, mavqufmo deganda hadis olimlari ikki guruh bo'lib qolgan, ixtiloflashgan. Imom Buxoriy, Tirmizi, Nasai bo'la mavquf deb baholagan. İtirafçının her kıl değil mi? Ravilda sal izbaslik var degan. Ba'zida Ibn Umar deb keldi. Ba'zida Hafsa deb keldi. Ba'zida falan deb keldi. Bir xil qalaymuqanchilik qildi. Bu bir ojizlashtirishning o'limda. Va thani ma rawa Muslimun an Aisha radhiyallohu anha qalat qala li Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zat yawm ya Aisha hal indakum shay? Qalat qultu ya Rasulullah ma indana shay. Yediğim nas bormi? Ya ishim yo'q edi. Qala fa inni sam. Fahmishada unda bo'lsa men ruzqadam. Demak, ma Hazrat Aisha hadisini kim rivoyat qildi? Muslim. وحديث معاوية رضي الله عنه أنه قال على المنبر يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب علينا صيامه وأنا صائم فمن شاء منكم فليصم ومن شاء فليفطر. Demek bu tan etib bo'lgandan gap qoldi. Ya bomdat o'qigandan keyin yoki balki peshma o'qigandan keyin, juma o'qigandan keyin bo'lishi mumkin. Demak shu chaqda xalqi ro'zsin. Shu chaqdan boshlab niyat qilsam bo'ldi degan gap ma'lum. Bu Buxoriy, Sahih Buxoriy ketadi. Ama benim yavağım bozuşa. Yani yavağım bo'lsa bo'ldi, kun ro'z hisob bo'lmaydi. Ham bizlar yavağım bo'lsa ba'zi bir nima ro'z kerak bo'lib qolganda kechgacha bizlar simayrak endi. Shu kunning hurmati uchun yemay turdi degan. Ammo u yapgan bo'ldi, ro'z qilgan bo'ldi. Yemay nasht qilmaydi ha. Aytgan xobobdan bomdat chiqdi. Bomdatda xalq ro'z tutsin sifat, bildim ro'z tutayya desamay. Hamda bu hadisma 3 hadis keldi mana. Tamandaba madaba tarjih. Tercih mezhebini tutqanlar axada bir hadis Hafsa'nın hadisini aptı. Yani kişiden tat niyet kılış gerek değil. Ve men debe medebel cem'a farraka beynin nefli vel fard. Yani cemlep, işkili hadisini tan alımız gelle, netli de mandak, periz de mandak da çıkın ayrı dedi. Muaviye'nin hadiste ve ana sahim degen şu çapın niyet kılgan bolanda müşkepin dağıtkan çapın. Ya belki o kişinin tat niyet kılgan boluşu mümkün. Lekin yani vecil istidlal, mahalli şahid nima? Femen şa'e demişler. Mümkün falyasım anda. Xuddi azirini tatmandı. Aziz degan xalqlar tutsunlar. Azirini tatib başlasang buldu demeksin niyatini. Demek boş etigendan tatmas yemegenlarga. Yemegenlik qatılgan albatta. Yemay namozga chiqqan bo'lsa, lekin suv ichib o'tib chiqqan bo'lsa, misol xo'may o'tib chiqqan bo'lsa, ro'za olmaydi. Farraqa beynin nefli vel fardi birinci hadis bu vaqtda demak, bu dabtanda birinci hadis farzga xos. Kechidan tatib niyat qilishing kerak farzda. Naflida endi tanitib bo'lganda niyat qilsang bo'ldi deb. Ya'ni ma'u farzga xos, aw nafli xos demakchi. Ya'ni hamala hadisi Hafsa alal fard va hadisi Aisha va Muaviya alal nafl. Hamda Abu Hanifa'ning uchun ayirganda vojibul muayyan bilan vojib tadmini ayirib qo'ydi-ku. Nima uchun ayirganda desa, لأن الواجب المعين له وقت مخصوص. واجب muayyanning muayyan vaqti bor. Shu chaqda qilmaydi. Yaqumu maqamun niyya fi ta'yin. Xuddi sen falan kun ro'za tutman degan chaqda, shu kunlarni ro'zasini nazr qilayotgan chaqingda, shu kunni ro'za tutishni niyat qilayotganga o'xshash. Yani kalan niyat bazmın. Falan kunda belgildan. Şu niyat şunun o'rnini turdi deydi. Andın Allah Taala Ramazan'da belgildi o. U mu aşısının niyetinin o'rnini turdi. Yani Müslüman bo'lgan ekan, Allah Taolaning belgisiga rioya qilgan kishi bo'lgan ekan sen, albatta shuni niyat qilsan. Kallangda shu bo'lish kerak. Boshqani o'ylab yurmaysan. Vallazi fi zimma laysa lahu vaqtun maxsus. Amda gadanda bo'lgan masalan qazo ro'za, kaffarat ro'za, fidya ro'za, bu ro'zaning muayyan vaqti yo'q. Sen yil bo'yi qachon tutasan bo'ldi. Fa'ujaba anna at-ta'yin bin-niyya. Demak, bu yerda qaysi kunni belgilash, qaysi kunga udilishi seninki desa, sen niyat qilishing bilan undan qilan kunda belgilandi. Chunki u belgilanmagan kunlar, bumi undan qarash kerak. Lekin unda
Ma Hafs'ning hadisi qarta ma Hanifi mazhabdagi bunday javob berdi. Birinchisi bu sey emas, marfu emas dedi. Tamam. İkincisi ma'qul sey deyli. Rasulullah debtike bunda desa. Ennehu mahmulun ala nefyil fadilati vel kemal. Falasıf sayamana degan ma'nosi. La siyama kamila. İza lam tubayyit. Xuddi la salata li jaril masjid illa fil masjid. Mukammal bütün fazilatni yo'lg'an holatda manda bo'lmaydi. Sal, bunday bo'lib qoldi demak. Bu odatda arab tilida bordi. Undan keyin Maliki mazhabda Qur'on Karimdan dalil keltirdi. Yani bir mazhabdagilar. Yani bu şu qarashiga sen tang atgandan keyin niyat qilsang bo'ldi degan qarashga Qur'on Karimdan dalil keltirdi. Demak, maktabda hamma dalil demaydi. Yani hamma raddiyan demaydi. Endi ba'zi nimalarni akab qo'ysak, buning foydasi bor. Men sizlarga oydinlar. Masalan, Alloh taolaning da va kulu washrabu hatta yatabayyana lakum khaytul abyad min khaytul aswad min al-fajr dedi. Fajr keldi aslında. Tang atdi. Tang atib shu tangninki rasmiy ma'vo to'g'ri ufq deydi inson. Yo'riqi, tong yo'riqi ayam bo'lgan qadar yeb ishinglar deysan. Uningdan keyin ro'z tutishni boshlaysa. Tamam. Shu ro'zdan boshlagan chig'ingda undan niyat qilsadi. Demak, fajr bo'lib bo'lganda undan niyat qilsang gap ma'vo. Ma'vo Qur'on Karimdan dalil keldi. Demak, tang atgandan keyin undan sen niyat qilsang, mush Qur'on oyatiga tushgan bo'ladi. Undan tang atishdan burun qilishing kerak degan gap yo'q. Vallohu a'lam. Hamda va jumhurul fuqaha ala annahu laysat at-taharatu min al-janabati shartan fi sihhati as-sawm. Muhim masala. Yani sen junub holatda bo'lmasliging kerak. Shu niyat qilgan vaqtda, masalan, ro'za tutishni boshlagan vaqtingda, ro'za tutish uchun sen janobatda bo'lmagan holatda niyat qilib ro'zani boshlasan, undan to'g'ri bo'ldi degan shart emas edi. Lima tabada min hadis Aisha va Musalama. Bizning bu Qashqar diyorda shu qarash keng taqilgan. Yani sen kecha junub bo'lib qoldi. Qachchidan da junub zo'liq yeyman, nima desa qistildi, zo'liq yemaydi. Qachchi junub holatda tamoq yeyaplarmi Ramazon tutishi. Yani Allohu akbar azan chiqqan chaqda undan keyin niyat qilib bo'ldimiz deymiz odatda. Zaki niyat qildim. Niyat qildim. Undan amoqchib junub miskisdan bu ro'za emas edi. Shu qarash bor. Lekin majmuning qarshida Allohu akbar azan chiqqan qadar sen junub holatda ulgurmagan bo'lsa-mu, mayli. Ro'za tutsan niyat qilib o'tib, unda jundon, namoz o'qidan ro'za bo'laveradi deydi. Ulgurgandek vaqt bo'lsa-mu, junmay ro'za tutib bo'laverdi. Bo'laverdi. Endi kechiktirish yaxshi emas. لما ثبت من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم Jimaqiga ehtimollikni bütün kesib o'tib, aniq dedim. Bu endi ehtilom bo'lib qolganda, ro'za tutqadim, ehtilom bo'lib qolsa, odat chatoq yo'qdi deydigan mana ehtilom deb tushunib qolman bu janobatni. Ayoli bilan birga bo'lgan holatda junub bo'lib, tong atqizibdi deydi. Yani bomda to'lab qoldi hozir. Allohu akbar deb chiqdi. Rasululloh taq junmagan. Niyat qilyapti dedi. Endi junub bomda chiqdi. Bunda qilibdi demakchi. Endi ro'za tutib dedi. Va minal hujjati lahuma maslinkida. Lahum deyli, cumhurning qarashi. Cumhurning nimasiga al-ijma' ala anna al-ihtilam bin-nahar la yufsid as-sawm. Kunduzda ihtilam bo'lib qolsa ro'za tutgan kishi ro'zani buzatamdi? Yo'q, buni ijma' va. Unda olan ekan, bu ihtilomi bir janobat, bu jima' bilan bo'lganmi bir janobat, unda ishkilisa ro'za ta'sir etkazmaydi deymiz deydi. Bu ijma' ashulga dalil bo'ldi. Wa ruyan Ibrahim an-Nakha'i wa Urwa ibn Zubayr wa Tawusa annahu in ta'ammada dalik afsada sawmahu. Qasdlik bilan ayında cenabetlik halatda ro'za tutsa, ro'zani buzutdi deydi. Bu qasdlik qanday qasdlik? Vaqt turib yunabdi masalan. Yoki masalan, azan chiqishga 10 minut qolgan chaqda ayol bilan birga bo'lib. Yani yunishga vaqt olmaydi deb biladi bu. Biraz qasdlik bilan yo'lni taqablan, shu junub holatda tong atqizdiganga udullab jima. Bu chaqda ro'zani buzayotgan bo'ldi deb tuqnadi. Wa sababu ikhtilafihim ma ruya an Abi Hurayra radhiyallohu anhu annahu kana yaqul man asbaha junuban fi Ramadan aftara. Abu Hurayra munda deykan, junub holatda tong atqizgan odam Ramazonda ro'zani buzib ketgan bo'ldi. Wa ruya anhu annahu qala ma ana qultu. Demak, mushuning oyog'ida bir rivoyatdan bunda kelibdi. Buni men o'zim deyapman. Rasululloh Muhammad sallallohu alayhi vasallam shunda degan, Ka'baning Rabbi bilan qasam qilma debdi. Bu sayindim boshqa kitoblarda kelgan ziyodan. Lekin men asfa junuban fi Ramazon aftara degan mushu lafzi sal boshqa holatda Buxoriyda kelgan. Demak, bu hamda o'rinliq qilib kechiktirib turishimiz. Qasdan kechiktirib, junub holatda azan chiqqan bo'lsa, bomditqa ro'za buzib ketdi deb qaraydigan bo'ldi. Va dhahaba ibn al-Majshun min ashab Malik anna
haida idza tahurat qabla al-fajr endi hayzda ayal tong atishdan ilgari pok bo'lib qolsa, taqib qolsa fa akharat al-ghusla an yawma yawm fitr. Demak kechiktirib qolsa mana bu ro'za tutmagan kun bo'ladi deb qarabdi. Ro'za hisob bo'lmaydi. Va aqabil haula shaddatun. Mushu olimlarning so'zlari bu ko'pchilik olimlar ayrim bo'linib chiqib olgan qarashlar edi. Va mardudatun bis sunanil mashhurati sabita. Sahih hadis, mashhurgan hadislar bilan rad qilindi. Bu tarjihadir Imom Ibn Rushning, İbrahim Naxai, Urva, Tavus, Ibn Majishon, mushularningki qarashlari hammasi shaz va mardud bis sunanil mashhuradir. Demak bu Rasulullohningki o'sha izlarini buning janobatga munosabat izlarini eng yaxshi bildigan Hazrat Aisha ummu ayol bo'lgan. Billi bo'lib, yuyingan, hamma tafsilotlarni biladi. Davon ekan, hech qanday ehtimollik qo'ymagan, jima'an g'ayri ihtilamin fi Ramazon deb hamma aniq deb qo'ygan ekan, shuni hisob qilish kerak. Abu Hurayra bunda degandan aytdi, Abdurrahman ibn Haris Aishamizni qashqarib, Abu Hurayra bunda deb desa, keyin nima Aishamiz ma'lum degan. Demak, asli buningda shu bir jarayon bor hadisda. Buxoriydami? Bunda nima qilgan ekan, keyin surishti qilib, ondan bu Rasululloh ayollaridan so'g'andan keyin Rasululloh ayollar manda rivoyat qilgan ekan, hatto Abu Hurayra u o'zining qarshi yangan degan qarashim bor. Ba'zilar bu junub bo'lib tong atqizsa ro'za buzib ketadi deganni burunqi ahvolda degan. Mansub qilinib kelgan. Burunni kechida bilib olsam bo'lmaydi degan nima aytdi-ku? Unda kechida bilib olsam ro'zam buzib ketadi degan, burunqi hukmdiki nima etdi deb qaragan. Ayni hukmi hozir janobat bilan o'xshash oldi-ku, endi ro'za bo'ldi demak. Ro'za bo'lardi. Janobat holati hayzdalikdan bo'lsin, jimadan bo'lsin, ehtilomdan bo'lsin, ya'ni junish kerak bo'lgan holat deylar. Bu ro'za ta'sir etmaydi. Mana degan Roviy an İbrahim Naxai degan bu Rasulullohdan rivoyat qilganini ko'rsatganda. Yo'q, Ibrohim Naxaining qarishi. Shularning unda qarishi bor demoqchi. Ibrohim Naxai tabi'in. 6-7 yilda Ruskiyaga vaqtlarda masalan bet istikka vaqtda üstten tushib, O'zbekistonda badanni savdirganmish. U ro'za qilmaydi. Chumlab chiqishchi? Mayli. Gay suv ichadi, chumlaydi. Bu xastalikman qanday bo'ladi? Shivasa, galda o'tkazsa buzildi. Shivasa. Xastalik yo'qda unda. Xastalik olsun, salom diqqatsizlik bor. Shu tartag'anni og'zini chaqirganda diqqat qilish kerak. Bir turda o'tkazib qo'ysa taqim, buzish ehtimoli kuchli. O'sha buzildi deymiz. Qanday ro'zani buzdirgan ishlar qanday bo'ldi? Majbur buzdirib turasizmi? Majbur buzdirib turasam shu jutning ahli, shu tug'allar. Lakin fatvo bo'yicha shu jutning shu vaqa ustida, shu sharoit hammani ko'z oldida tutgan holatda shu ulamolar fatvo bilan shu bo'yicha amal qildi. Men shaxsan o'zimning qarashimda bunda tafsil ayiramiz. Ba'zi majburlash degan bilan bu majburlashning darajasi qanchalik? Maqsad ro'za tutgan bo'lsam, ishga qilsam, qo'pol, ya'ni boshliqdan maktabning mudiridan yo idoraning boshliqidan sal qo'pollar gap anglashulan bu majburlash bo'lib qolamdi. Yoki mashining yerimi tushirib o'tamdi, yoki ishdan qo'g'ilib o'tamdi, yoki yig'ib akilib majbura shuni yeysan deb zo'lamdi. Bu majburlikning darajasi necha xil palampay. Hamma bir qatorlam sanasi bo'lmaydi. Endi agar majbur bo'lib zodamda shu ishdan qo'g'ilib o'tadigan, endi qo'g'ilasa xaraj tortgan gap emasmi? Hayot egizpasulda boshqa bir ish izimisi bo'lmaydi, qiyinchilikqa duch keladi. Ayda ishdan qo'g'ilib o'tadigan ahvol haqiqiy shunda xavf bo'lib qolsa, u xavfmi muayyan kunlarda bo'ldi. Har kuni davom niyat qilib chiqsa sen, shu kunda majburlash bo'lmasligi mumkin. Hamma ish o'zida sinfini dars o'tab, o'qitishlik qilib, keyin ketishi mumkin. Ondan shu kunda zo'lash bo'lishi mumkin. To'g'anda ro'zib chiqsa, shu kun zodi shunda yemisan, ichmisan, ishdan qo'g'inib ketsan degan xavfga duch kelgan vaqtingda yeb ichgan, yeb ichib bu xuddi nimaga o'xshaydi desa, majburan ikkalan tutib seni og'zingga suvni quygandek majburlik qila etmali yo'lab. Chaqda sen ro'zangni yana yeb ichayotgandan keyin aynan davomlashtirib ketaversan. Xuddi nisyanan, ya'ni majburan yeb ichganga o'xshash. Nima at'amaka rabbuka va saqaka mingasan. Lekin ashunda alqa muayyan ahvollarda kundan dona 30 kun ise 6 kun majburlangan bo'lsa, damog'i yashamgan nima, bizning idoramizda majburlik qilamiz, bizda qilamiz deb ish qilmaydigan kun nima ro'z tutmay turib oldigan bunda ahvol bo'lsa bo'lmaydi. Vallohu a'lam.